Sizlar ham menga o'xshab qanday qilib programmalarni notebookdan o'chirishni bilolmay qiynalganmisizlar? Hozir buni sizlarga o'rganganimni o'rgataman. Qaranglar, buning uchun tustga Windowsga kiramiz. Bu yerdan parametrni tanlaymiz. Parametrdan bu yoqqa приложение degan joyga o'tib, установленный приложениеga bitta bosamiz. Kompyuterdagi nimalarni chiqarib beradi. Polni programmalarni nima ustanovka bo'lgan bo'lsa. Endi bu yerdan mana 3 ta nuqtaga bitta bosib, удалит'ni bossak, mana shu programmani polni installed deb, ya'ni programma o'zini o'chirish nimasi bor, mana shuni chiqarib beradi. Udalit'ga bitta bosasiz, mana. Masalan, torrentni o'chirmoqchiman, daga bitta bossam, bu har bitta programmani o'zini o'chiradigan programmasi bo'ladi. Ichidagi ana shuni o'zidan kirib, mana удалить установки polni qilib o'chirib olsangiz bo'ladi.